Jentrabod aytay. Uylan unda ko'r. O'zi biz qoldi-ya uylanmagani, tezroq uylanish kerak. Qodirmi? Tuyakam Qodir. Qodir? Ha, vallahi yaxshimisizlar? Kerak gaplashib o'tiraylik. Yo'q-chi? Yo'q, uyda ishlarim bor. Yo, qaytib ketib yuboryapti. Voy, Yo, nagli ketib yuboryapti. uylansa shu-da. Ya, qo'ydi. Nagli qo'ydi. Ya, vallahi yaxshimisizlar? Bormi sen? Chiqargansan ko'chaga. Yaxshimiz, ha? Qarab rasmiy tushib olaylik sen bilan. To'xta, xotinim telefon qilib jim tur. Alo. O onajonsiz. Mana do'mi pastda o'tirman bolam. Bo'ldi, hozir chiqaman. 5 minut mana. Mana ketdim. Xo'p. Ketasanmi o'zing? Bolalar chiqmasam bo'lmaydi, to'g'risi. Hozir keldimi? Yo, o'tirasan zabr. Yomon ayni desa ham bo'ladi. Erkak bo'lish kerak odam hayotda, Xo'p, men bilan gaplashib o'tirginglar kelyaptimi? Albatta. Ha? Unda bitta taklifim bor. Faqat yo'q demaysizlar. Mayli. Qanaqa? Ey bola, sindoshim Sardor bo'l. Yonayib ketdim. Xotinga shunday pavot berib qo'ydi. Shunaqalar ham ko'payib ketdilar ya hozir. Erkak deganda sindoshlarga qo'shilib turish kerak. Uy bekasi bo'lib o'tirmasdan. Nimasini aytasan? Xotinni puli ham ko'payib ketdi-da. Soating necha bo'ldi? 8:30. Bolalar bo'lib man ketdim. Aytgan. Ovqat qilishga kech qolib ketdim. Sardorga o'xshab qolasan. Men Sardorga o'xshabman, ana o'shimdan nima deganing? Yo, men uylanmayman. Mana.